Azizlar, qadrdonlar, bu molxonaga necha pul ketyapti, necha puldan tomda расход ketyapti degan joyiga xudo xohlasa hozir Husniddin bilan polni hisoblab chiqdik. Husniddin keling. Bu yoqdamisiz? Bu tomimizga necha pul ketyapti va qanday temirlarda qalinligidan ishlatyapmiz. Aka, mana shu stoykalarimiz Hop. 0.4 yana firmalarimiz ham 0.4, abishutkalarimiz 0.2. Tepasiga sendvich yopyapmiz. Ko'rib turganingizdek bir tomoni yopib qo'ygan mana shunday. Mana shu $31 tushyapti. Ham mustahaqqa, kraska, praska, mana bu tagidagi betonlari hammasi shunaqada aylalyapti, xudo xolasa. Biz hozir stoykalarga qanday material ishlatdik bu yerda? 14 profil ishlatganmiz. 14 profil qalinligi. Qalinligi 0.4. Qalinligi 0.4. 0.4 ishlatdik. O tepadagi nimamizni necha ishlatganmiz? U ham 14 U ham 14 ha. Abrishotkamiz-chi? Abrishotkamiz 10 ga 5. 10 ga 5. Qalinligi 2 ta yana ular. Sendirish panelida nechiligini qoqilyapti bu yerda? 10 ligini qoqilyapti, plotnitsasi 10. 10 ligini qoqilyapti, plotnisi ham 10 ha. Xudo xolasa bu yerda boshlaganimizga qancha bo'ldi? Bugun aka 23-kun xudo xolasa boshlaganimiz 23 kun bo'ldi. 23 kun bo'ldi. Xudo xolasa bir oyda inshaalloh bitirib beramiz. Xudo xolasa bir oyda. Nimamiz 34 metrga 72 metr fermamiz uzunligi. 34 ga, endi bunaqasi 34, uzunligi 72. Endi chorvadorlarga nima deb qolamiz hozir? Aka, xudo xolasa mana biz misol uchun quradigan bo'lsak, inshaalloh mana shu nimada 10 yillar mana shu sohada ishlaymiz aka, o'zi xabaringiz bor. Inshaalloh qo'ldan kelgan tez yopib berib, ishga tushirish harakatini qilamiz. Shu. Sizga iltimos bo'lsa konteynerdan yopib berasizmi? Yo'q, konteynerdan aka bir marta ishlab ko'rganmiz. Endi nima keragi bor? Qarang, mana shunday arzon tushyapti o'zi ham. Bemalol hisoblab ko'rishaversin. Eski narsaga qiziqmang demoqchisizmi? Yo'q, umuman eski narsa baribir eski aka. Eski narsa baribir eski. Tavsiya bermayman-da. Yangiga bitta hisoblab olishni taklif berasiz. Bemalol telefon qilasan, hisoblab, gaplashib, quradigan bo'lsa, misol uchun nafaqat navis, beton, ston, hamma ishni podключен topshirib berishimiz mumkin. Siz pulga hisoblab berasizmi, bepulmi? Shunday hisoblab beramiz. Ishlaydigan bo'lsak, xudo xolasa, shunday bepulga hisoblab, qo'limizdan kelganicha hisoblab. Azizlar, qadrdonlar, agar siz ham molxona qurdiradigan bo'lsangiz, janob Husniddinga bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Nomerlarini qoldiraman. Husniddin ishlayaptimi, siz xotirjam uyda dam olishingiz mumkin. Nimaiki sizni pullaringiz havoga ketmaydi. Albatta siz uchun bitta mulk bo'lib qoladi. Qadrdonlar, chorvangizga baraka. Agar molxonalaringiz eski bo'lib, suv oqib turgan bo'lsa, Husniddinni istab turgan bo'ladi. Tanlovda aslo adashmang. Agripure Group sizga eng ishonchli va sifatli xizmatlarni taklif qiladi. O'zbekiston bo'yicha eng yaxshi quruvchi va loyihalashtiruvchi оборудованиялар bilan sizga jihozlab berib chiqib ketadi. Doim sog' salomat bo'ling. Biz qurgan Navesga bitta bahoyingizni berib keting.